Shom namozini 3 rakat farzi uchun niyat quyidagicha bo'ladi. Niyat qildim shom namozining 3 rakatlik farzini yuzimni qiblaga qaratgan holatda xolis Alloh uchun ado etmoqlikka deb niyat qilgandan so'ng qo'llar quloqqacha ko'tarilib Allohu akbar deya takbir aytiladi va qo'llar quyidagicha bog'lanadi. Shuni ta'kidlash kerakki, shom namozining 3 rakat farzida Allohu akbar deb aytiladigan takbirlarni birinchi, ikkinchi rakatlarda Qur'oni Karim oyatlari qiroatini, Sami'allohu liman hamidah kalimasini va namozdan chiqishdagi salom lafzlarini ovoz chiqarib o'qiladi. Bulardan boshqa barcha tasbih va duolar ovoz chiqarmay ichda o'qilishi vojibdir. Avvalo sano duosi o'qiladi. Keyin Fotiha surasi, Zam surat o'qiladi. Undan so'ng Allohu akbar deya rukuga boriladi. Rukuda 3 marotaba Subhana robbiyal azim deya tasbih aytiladi. Rukudan Sami'allohu liman hamida deb tik turiladi. Tik turgan chog'da Robbana lakal hamd deydi. So'ngra Allohu akbar deb sajdaga boriladi. Sajdada 3 marotaba Subhana robbiyal a'la deb tasbih aytiladi. So'ng Allohu akbar deb o'tiriladi. Keyin yana Allohu akbar deb sajdaga boriladi. 3 marotaba Subhana robbiyal a'la deb tasbih aytiladi. So'ngra Allohu akbar deb tik turiladi. Shu bilan namozning bir rakati ado qilingan bo'ladi. Ikkinchi rakatda ham Fotiha surasi, Zam surat o'qiladi. Undan so'ng Allohu akbar deya rukuga boriladi. Rukuda 3 marotaba Subhana robbiyal azim deya tasbih aytiladi. Undan so'ng rukudan Sami'allohu liman hamida deb tik turiladi. Tik turgan chog'da Robbana lakal hamd deydi. So'ngra Allohu akbar deb sajdaga boriladi. Sajdada 3 marotaba Subhana robbiyal a'la deb tasbih aytiladi. So'ng Allohu akbar deb o'tiriladi. Keyin yana Allohu akbar deb sajdaga boriladi. 3 marotaba Subhana robbiyal a'la deb tasbih aytiladi. Ikkinchi sajdadan so'ng Allohu akbar deb qa'daga o'tiriladi. Qa'dada tashahhud duosini o'qiydi. So'ng 3-rakatga turadi. Keyin Fotiha surasi o'qiladi. So'ng boshqa sura qiroat qilinmay, to'g'ridan to'g'ri Allohu akbar deya rukuga boriladi. 3 marotaba Subhana robbiyal azim deya tasbih aytiladi. Rukudan Sami'allohu liman hamidah deb tik turiladi. Tik turgan chog'da Robbana lakal hamd deydi. So'ngra Allohu akbar deb sajdaga boriladi. Sajdada 3 marotaba Subhana robbiyal a'la deb tasbih aytiladi. So'ng Allohu akbar deb o'tiriladi. Keyin yana Allohu akbar deb sajdaga boriladi. Ikkinchi sajdadan so'ng qa'daga o'tiriladi. Qa'dada o'tirish chog'ida avval tashahhud, so'ngra salovat o'qiladi. Salovatdan so'ng quyidagi duoni o'qishlik sunnatdir. Undan so'ng ikki tarafga assalomu alaykum va rahmatulloh deya salom beriladi. Shu bilan shom namozining 3 rakat farzi ado qilingan bo'ladi. Shom namozining 2 rakat sunnati uchun quyidagicha niyat qilinadi. Niyat qildim shom namozining 2 rakat sunnatini o'z vaqtida yuzimni qiblaga qaratgan holatda xolis Alloh uchun ado etmoqlikka. Shuni ta'kidlash kerakki, sunnat namozi boshidan oxirigacha ovoz chiqarmay ichda o'qiladi. Niyat qilgandan so'ng qo'llar quloqqacha ko'tarilib, Allohu akbar deya takbir aytiladi va qo'llar quyidagicha bog'lanadi. Avvalo sano duosi o'qiladi. Keyin Fotiha surasi, Zam surat o'qiladi. So'ng Allohu akbar deya rukuga boriladi. Rukuda 3 marotaba Subhana robbiyal azim deya tasbih aytiladi. Rukudan Sami'allohu liman hamidah deb tik turiladi. Tik turgan chog'da Robbana lakal hamd deydi. So'ngra Allohu akbar deb sajdaga boriladi.
Sajdada 3 marotaba Subhana robbiyal a'la deb tasbih aytiladi. So'ng Allohu akbar deb o'tiriladi. Keyin yana Allohu akbar deb sajdaga boriladi. Ikkinchi sajdada ham 3 marotaba Subhana robbiyal a'la deb tasbih aytiladi. So'ngra Allohu akbar deb tik turiladi. Ikkinchi rakatda ham avval Fotiha surasi, so'ngidan bir sura o'qiladi. So'ng Allohu akbar deb takbir aytib, rukuga boriladi. Rukuda 3 marotaba Subhana robbiyal azim deya tasbih aytiladi. Undan so'ng rukudan Sami'allohu liman hamidah deb tik turiladi. Tik turgan chog'ida Robbana lakal hamd deydi. So'ng Allohu akbar deb sajdaga boradi. Sajdada odatdagidek 3 marta Subhana robbiyal a'la deb tasbih aytadi. Keyin Allohu akbar deb o'tiradi. So'ng Allohu akbar deb ikkinchi sajdaga boradi. Ikkinchi sajdada ham 3 marta Subhana robbiyal a'la deb tasbih aytadi. Ikkinchi sajdadan so'ng Allohu akbar deb o'tiriladi. Bu o'tirishni qa'da deyiladi. Qa'da paytida quyidagi tartibda o'tirish lozimdir. Qa'dada o'tirish chog'ida avval tashahhud o'qiladi. So'ngra salovat o'qiladi. Salovatdan so'ng quyidagi duoni o'qishlik sunnatdir. Undan so'ng ikki tarafga assalomu alaykum va rahmatulloh deya salom beriladi va shu bilan 2 rakatlik sunnat namozi ado qilingan bo'ladi.